Diqqat qiling, tezkor xabar. Telegram ishlatadigan barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Telegram ilovasi butun dunyoda bloklanishi mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlarni doimo kuzatib borish uchun like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling. Telegram butun dunyoda bloklanishi mumkin. 4-avgust kuni ayrim foydalanuvchilar App Store'da Telegram ilovasi vaqtincha ko'rinmay qolganligini ma'lum qildi. Hozircha Telegramning butun dunyo bo'ylab bloklanishi haqidagi rasmiy ma'lumotlar yo'q. Mutaxassislar ilovaning vaqtincha yo'qolishi texnik muammo yoki do'kon siyosatidagi o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aytishmoqda. Sizning telefoningizda Telegram ishlayaptimi? Fikringizni izohlarda qoldiring. Videorolik ostiga like bosib, ushbu xabarni Telegram ishlatadigan yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying.